Bu auditoriya bilan hazillashib bo'lmaydi. Juda qattiq sizlar. Eslaringga bo'lsa, mana ruchnoy bilan tortib qo'ying. Kitob tumanida kitob pirvali chiqib ketishga mana shunaqa kvadratsikl baggilar qo'yildi. Kelib dam olsanglar bo'ladi, bir video qo'ydik. O'zi ham rekka chiqib ketib qolib, butun hamma O'zbekiston ko'chib keldimi? Xullas, ayrim sabablarga ko'ra uspet qilib bo'lmay qoldi, yo'llar yopilib qoldi. Mana endi yo'llar taxlandi, hamma joy tayyor. Sizlar kelishlaringizni kutib turibmiz. Startga biz desa ham bo'laveradi. Mana shunaqa. Auditoriya bilan hazil-huzul qilib bo'lmaydi. Yo bir istibo qilay, yo yo'q qilib qo'yadi. Shunaqa bemalol kelaverasizlar. Aka manzil deb hamma so'ragan ekan. Buni qanday tushuntirib bo'ladi bilmayman. Kitob tumandan Kolsani bilasiz-a? Kolsadan Periyolga qarab yuraverasiz sizga. O'ng qo'lingizga qara tepa degan joy bor. Qaynarga yetmasin. O tepadagi yozuvni ko'ryapsizmi? Har yili Navro'z bayramlari bo'ladigan mana shu tepaga joylashtirib qo'yishgan. Mana shunaqa ajoyib kvadratsikillar, baggilar, yaqinlar bilan, jigarlar bilan mazani qilmaysizmi? Kelib, mana sizga zo'r imkoniyat. 50 ming so'mdan ekan, narxini ham ayting deyishgan ekan. Telefon nomer ham qoldirib qo'ydim. Agar mobodo yana ham tushunmay qolsangiz, lokatsiyani tashlab berishadi. Kelib, mana maza qilib, mana bunaqa ajoyib tabiat qo'yni yaqinlar bilan, kelinglar,